Assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz Dinara & Co nashriyot uyi asoschisi va Visit Uzbekistan jurnalining bosh redaktori Dinara Dultayeva. Dinaraxon, o'zingiz haqingizda va bu muvaffaqiyatli loyihalarni qanday yaratganingiz to'g'risida qisqacha so'zlab bersangiz. Men 15 yoshimda Xalqaro jurnalistika universitetiga kirganimda bizda ko'plab xorijlik mehmonlar, xorijlik professorlar dars berishardi va meni eng yaxshi ko'rgan ishim mana shu professorlarga yoki kelgan bir martalik mehmonlarga O'zbekistonni ko'rsatish, bizni milliy urf-odatlarimiz, madaniyatimiz, san'atimiz bilan tanishtirish bo'lgan. Ya'ni 15 yoshimda men shuni tushunganmanki, ingliz tilida xorijliklarga o'z mamlakatimni tanitishni o'zimga qiziqarli bir ish bo'lgan. Va o'sha yili men o'sha universitetning birinchi kursi talabasi bo'lib turib, AQSh loyihasi asosida o'sha AQShga taklif qilinganman va u yerda qayer bu o'zi O'zbekiston, hattoki O'zbekistonni nomini ayta olmaydigan yoki bo'lmasam xaritada topib bera olmaydigan insonlar bilan uchrashishimga to'g'ri kelgan va o'shanda men ularga O'zbekiston qanday chiroyli bir mamlakat ekanligini, qanday rang-barang madaniyatga ega ekanligi, milliy taomlari va tabiati hammasini tushuntirishni xohlardim va bir chiroyli qo'limda kitob yoki bir fotolar, videolar bo'lishini juda ham xohlardim. Lekin o'sha yosh qizaloq albatta o'zim internetda nimalarnidir topishga harakat qilib tanishtirardim. Shunga qaramasdan bu men uchun juda kam edi. Va vaqt o'tib, ancha yillar o'tib, men PR sohasida ishladim, jurnalistika sohasida ishladim va oxiri Britaniyada magistraturani tamomlaganimdan so'ng aynan O'zbekiston haqida jurnal yaratish orzusi bilan men O'zbekistonga qaytdim va o'sha jurnalni boshlamoqchi bo'lgan paytimda Britaniyadagi bir mashhur nashriyotni asoschilaridan biri bilan gaplashdim, Yaffa Asulin, va u meni fikrimdan qaytardi. Aytdiki, jurnal dedi, bu har oy agar chiqaradigan bo'lsang, har oy juda ham katta yuk bo'ladi senga. Yangi kompaniya agar tashkil qilmoqchi bo'lsang dedi. Keyin mendan qiziqdi O'zbekistonda kitob sohasidagi yo'nalishlar qanday, qanchalik odamlar kitoblarga qiziqish bildiryapti va undan keyin aytdiki, sen birinchi kitob qilgin dedi va o'shanda men ilhomlanib O'zbekistonga tashrif buyurishning 10 sababi, 10 Reasons to Visit Uzbekistan degan kitobni o'zim yozishni boshladim. Albatta uni tekstlari juda ham qisqa. Men u payt o'zim jurnalist bo'lib boshqa joyda ishlardim, lekin bo'sh vaqtimda mana shu matnlarni yig'ib, dunyoda O'zbekiston haqida qanday ma'lumotlar borligini bilib, o'rganib, o'zim uchun mana shu aynan chet elliklarga yorqin, qisqa, lo'nda, lekin chiroyli fotolar bilan, chiroyli tushunchalar bilan mamlakatni tanishtiradigan bir kontent yaratishga qo'l urdim. Va mana shu tekstlarim hammasi tayyor bo'lganidan keyin men bir mashhur fotografimiz Ernest Kurtveliyev oldiga bordim. Aytdimki, men shunaqa bir juda ham zo'r kitob qilmoqchiman. Senda yaxshi fotolar bor, 15 yillik, 20 yillik tajribang bor. Shuni birgalikda qilsak nima deb o'ylaysan deb murojaat qildim va shu tariqa mana shu bitta fotograf, bitta dizaynerni taklif qilgan holda shanba, yakshanba dam olish kunlari mana shu dizaynerni uyida biz o'tirib, hali garajda ishlagandek mana shu kitobni ustida ishlardik. Yarim yildan keyin kitobimiz tayyor bo'lgandan keyin bu kitobga hamkorlar paydo bo'ldi, investorlar paydo bo'ldi va men o'zim nashriyotimni tashkil qildim. Kitobni Turkiyada chop etdik va shundan boshlab juda ham jadal hayot boshlanib ketdi. Bugungi kunda shu tariqa sovg'abob kitoblar, mana shu 10 Reasons to Visit Uzbekistan, 365 tarovatli kun va boshqa o'sha O'zbekiston madaniyatini ko'rsatadigan kitoblar qilishni ustida ishlayapmiz va undan tashqari doimiy chiqadigan jurnalni ham 2017-yilda asos soldim. Visit Uzbekistan jurnali va bu jurnal dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida eng katta turizm yarmarkalarida bugungi kunda tarqatilyapti va O'zbekistonda bo'layotgan yirik tadbirlarda maxsus sonlari tarqatilyapti. Bugungi kun kelib juda ham iqtidorli sonlar, komandamiz buni ustida ishlayapti. Undan tashqari o'sha chet elda O'zbekiston madaniyatini tanitish borasidagi qilayotgan tadbirlarimiz, O'zbekistonda san'at, madaniyat sohasi odamlarini yig'ish borasida qilayotgan ishlarimiz albatta bizni mana shu 10 yillik yo'limizda o'sha bitta orzudan boshlangan, bitta g'oyadan boshlangan bir
yo'limiz bugungi kunga albatta juda ko'plab yo'nalishlarga bo'linib ketdi va har bir qadamda albatta yangi imkoniyatlar, yangi orzular paydo bo'lyapti va biz ularga erishishga va eng muhimi atrofimizda mana shu bizday ijodkor insonlarni yig'ishga harakat qilib kelyapmiz. Dinoraxon, sizni ofisingizda nima ilhomlantiradi? Bilasizmi, bu juda qiziqarli savol, chunki biz necha marta 10 yilning ichida ko'chganmiz albatta, chunki o'sishimiz, kengayishimiz va har xil davrlar bo'lgan va birinchi yili men hattoki birinchi oy mana shu eng birinchi ofisimizni interyeri haqida o'ylaganimda men har doim san'at asarlaridan boshlaganman. Ya'ni O'zbekistondagi bugungi zamondosh rassomlarning ishlaridan va mana bu yerda turli masalan mana shu san'at asari bu Nuriddin Rasulov Tong otishi degan abstraksiya kartinasi va uni men o'sha xuddi bizni kompaniyamizni tongi sifatida bir majoziy ma'noda sotib olganman va birinchi ofisimizda mana shu va adashmasam yana bitta mana bunisi ikkita kartinamiz bo'lgan. Keyin ko'chdik va bu kolleksiyamiz juda ham ko'paydi va eng qiziqarlisi qaysi yangi joyga bormaylik mana shu san'at asarlari bilan o'zimizni uydek bo'lib qolgan, chunki devorlar o'zgarishi mumkin, lekin san'at asari yana o'sha qanaqadir bir yangi ruh, yangi atmosfera olib keladi mana shu bizni har bitta interyerimizga. Shunga mana shu kartinalarga moslashtirib gilamlar olganmiz. Har bir gilamni ham bir o'zining tarixi bor. Masalan, Qashqadaryoda investitsion forum doirasida yordam berganimizda bizga o'sha aynan Qashqadaryodagi bir Dehqonobod degan qishloqda o'zbek milliy o'sha kilim shaklidagi gilamlarni qiladigan joydan bizga sovg'a qilishgan. U gilamlarni ularni mana bugungi ofisimizda ham ishlayapti va 10 yildan beri biz Dafna kompaniyasi bilan ham do'stmiz, nafaqat hamkor va ko'p mana shu art usulida yaratilgan stullar, divanlar, mana shu mebellar ular bizni san'at asarlarimiz bilan juda zo'r mos kelgan. Ya'ni mana shu tuxum ko'rinishidagi, menimcha bilmadim nima deb nomlangan sizlarda, shu tuxum ko'rinishidagi stul yoki mana bu yashil rangdagi yorqin mana divanli zonamiz, undan tashqari o'sha stullarni ham har xillari, bular hammasi doim biz o'sha Dafnaga mana shu san'at, bizni ijodga intilishimizni bir aksi sifatida shunga murojaat qilganmiz. Va uchinchi element bu milliy hunarmandchilik, keramika. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ko'p bizni milliy o'sha keramika mahsulotlari Rishtondan. Ish joyingizni falsafasi nimadan iboratligi haqida qisqacha aytib bersangiz. Bizni kompaniyamizda eng muhim bizni qadriyatlarimiz yoki bizni eng qimmatli resurslarimiz bu bizni ijodkor komandamiz, ya'ni biz bilan ishlayotgan iqtidorli insonlar va shuning uchun ofisda ham umuman ish faoliyatimizda ham biz uchun eng muhimi o'sha insonlarni o'zini erkin, baxtli his qilishi, qilayotgan ishida bir mazmun ko'rishi va qilayotgan ishlari natijasini ko'rib zavqlanishi. Ya'ni biz aytamizki ingliz tilida we do what we love and we love what we do. Ya'ni biz qilayotgan ishimizni yaxshi ko'ramiz va yaratilgan mahsulotni yana o'zimiz uni o'sha yaxshi ko'rib qolamiz degan bir falsafamiz bor. Shuning uchun bizni ofislarimiz har doim shunaqa bo'lganki, bir erkin ko'rinishda, odam xuddi bir dam olgani, chiroyli bir atmosferni joyga kelgandek bo'lib o'zini his qilishi, hattoki kerak bo'lsa, masalan, hozirgi ofisimizda yomg'ir yoqqanda, qor yoqqanda derazadan tomosha qilib o'tirsangiz juda ham odamga bir ilhom keladigan kayfiyat paydo bo'ladi. Hamma joylarimiz haligi aniq bir har bitta odam kabineti yoki o'zini stoli bor bo'lgan ko'rinishda emas, balki coworkingga o'xshagan shaklda qilinganki, hamma bugun o'ziga yoqqan joyda o'tirib, masalan, divanda o'tirib ishlab ketishi mumkin yoki bar stolida o'tirib derazaga tomosha qilib o'tirishi mumkin. Albatta yaxshi kuxnyalar qilamiz, u yerda kofe o'zlariga damlab ichishlari mumkin, hamma sharoitlar bor. Ya'ni xuddi uydagidek, xuddi bir juda ham shinam joydagidek ilhom oladigan va bundan tashqari o'sha san'at asarlari butun dunyodan kelgan kitoblar, masalan, qaysidir ma'lumotlar uchun o'sha kitoblarga murojaat qilishi mumkin, shunchaki ilhomlanish uchun qaysidir chiroyli o'sha kitob va san'at asarlaridan o'rganishlari mumkin. Shu tariqa bu yer shunchaki bir ish joyi
joy emas, balki ilhom oladigan bir maskan sifatida qaraymiz. Sevimli kitoblaringiz haqida to'xtalib o'tsak. Biz mana shu polkalarimizda dunyoning turli nashriyotlari, turli mualliflarini eng sara o'sha bizning sohamizga aloqador, ya'ni sovg'abob kitoblarni yiqqanmiz va men ikkita nashriyotni alohida e'tirof etmoqchiman. Birinchisi bu Asulin. Bugungi kunda ular juda ham ko'p O'zbekiston haqida maxsus nashrlar qilishyapti. O'zbekiston san'ati, O'zbekiston turizmi va milliy hunarmandchiligi, hattoki mana yangi chiqqan kitoblaridan bu O'zbekistonni milliy liboslari va mana shu moda san'ati haqida bo'ldi. Bu albatta bizni juda ham ilhomlantiradi. O'zbekiston mavzusi o'sha dunyodagi bunaqa mashhur nashriyotni qiziqtirayotgani, chunki bu nashriyot London, Nyu-York, Parijda o'zini katta vakolatxonalariga ega va butun dunyoda yuzlab magazinlariga ega. Ikkinchi nashriyot meni ilhomlantiradigan bu Monocle. Bu kitoblari juda ham bir intellektual, bu Londondagi bir nashriyot va uni ham kitoblar chiqarishadi, ham jurnallar chiqarishadi va bular o'zini shunaqa bir ko'rsatadiki, xuddi dunyo bo'ylab kezib, o'sha dunyoni eng sara bir tadbirlarda ishtirok etayotgan yoki biznes qilayotgan yoki mana shu fikr yetakchilari uchun bo'lgan bir nashrlar. Masalan, sizni qo'lingizdagi bu qanday qilib millatni yaratish, ya'ni nation branding haqida bu ko'proq, ya'ni O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak, masalan, dunyoga qanaqa qilib tanitish. Mendagi bu tadbirkorlarni kitobi degan va butun dunyoda tadbirkorlar qanday qilib bugungi kunda yangi yo'nalishda o'zini kashf etyapti deb ham maslahatlar, ham hozirgi kunda ishlab turgan turli kreativ bizneslarni misollari bu yerda keltirilgan va hattoki biz bu kitobdan ilhomlanib o'sha o'tgan yili O'zbekiston tadbirkorlar palatasi bilan qilingan kitobda ba'zi g'oyalarni bulardan foydalanib va intervyularimizda birgalikda qilgan kitobimizda O'zbekiston tadbirkorlari haqida ham shunday bir hikoyalar aytib berishga harakat qildik. Ya'ni bu yerdagi deyarli hamma kitobni o'zini tarixi bor yoki muallifi bilan uchrashganmiz yoki qaysidir xalqaro kitob yarmarkalarida mana shu noshirlar bilan uchrashganmiz va ular albatta bizni o'sha dunyodagi trendlardan xabardor bo'lishimizga va dunyo bilan hali hamnafas darajada ijod qilishimizga yordam beradi. Tadbirkorlar va ijodkorlarga qanday asosiy maslahat bera olasiz? Eng muhim maslahatim bu doim orzungizni orqasidan yuring. Ya'ni orzu qilish bu juda ham hayotda kerakli bir xususiyat va orzu qilishdan qo'rqmang, orzungizga erishishdan qo'rqmang. Chunki men o'zim shaxsan agar 10 yil avval menga kimdir o'zingni nashriyoting bo'ladi, o'zing kitoblar chiqarasan deganda balki ishonmagan bo'lardim, lekin o'sha orzuyimga qadam-ba-qadam harakat qilganligim uchun yo'llarni o'zi ochilib, imkoniyatlarni o'zi paydo bo'lib keldi va shuning uchun har doim nafaqat yangi yil arafasida, balki har qadamda bir orzularingizni o'ylab va ularga astoydil erishishda, qadam bosishda qo'rqmang. Dinaraxon, prosta o'zim uchun bilmoqchi edim. Mebelimiz to'g'risida, Dafna mebel to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Menga juda ham yoqadi. Birinchi o'rinda odamlari yoqadi. Chunki har bir biznesning orqasida insonlar bor va biz mana ko'p yildan beri do'stmiz va har doim bu insonlarda yangilikka intilish, yangi mahsulotlar chiqarish va eng muhimi o'zini mijozlariga juda ham yuqori darajadagi servis ko'rsatish bu men uchun juda qadrli. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizning fikringizni bilishda biz juda mamnun bo'lamiz. Shuning uchun izohlarda o'z taassurotlaringizni qoldiring.